Yangilarni tayyorlaymiz. Shuni osonroq bir stiklar ham yaxshi keladigan usuli bor. Hozir ko'rsatib o'tamiz. 35 dan. Xullas mana bir tomoniga 45 gradus berilgan, bir tomoni qaytgan. Endi buni bir-biriga kechiramiz. Mana shu holatda burchaklarni keltiramiz dagi. Yaxshi holatda keladi. Mana. Bu ham yaxshi keladi. Keyin tagidan bitta samara urib olamiz. Mana lustrani o'rnatib oldik. Stiklarni ko'rishingiz mumkin. Yaqindan. Idealda. Hali Akfix ishlatilmagan. Mana. Shu usuldan foydalansanglar, hammasi shunday cho'tki chiqadi, xudo xolasa.